Tak 5-fevral 2026-yil. Bu arimizni ichida erkak ariga ko'zim tushib qoldi. Erkak ari bor degani bu ona ari yo'q degani. Har doim ham erkak ari borligi ona ari yo'qligidan dalolat bermaydi. Lekin kuchli arilar ham erkak arilarni qishda saqlashi mumkin. Ha, mana erkak arilarga ko'zim tushdi o'zi. Hozirlarga ham ko'rsataman, yaqinroq olib keling. Mana bu erkak ari. Mana bu katta erkak ari, bu ham erkak ari, bu ham erkak ari. Demak, bu ari yo trutovka bo'lgan, yo ona ari trutovka kasalligiga chalinib qolgan, yoki ona ari yo'qligi uchun ishchi arilar tuxum qo'ysa undan erkak tug'iladi. Shuning uchun erkak ko'paygan. Arilarning qoni qoqishiga qaraganda ona ari yo'qligidan o'sha birinchi belgi ketdi. Mana ikkinchi ramkani ham ko'taramiz. Ovqatlari kam qolganidan ona ari yo'qligi uchun bular siqilib ko'p ovqatlanadi. Bu ikkinchi versiya. Demak, ko'rib o'tirishim hojati yo'q. O'sha ona ari yo'qligiga men ishonch hosil qilib bo'ldim. Mana oradan bir kun o'tdi, qoram yog'di o'sha. Xudo xolasa endi hozir bunga ona arini qarab qilib qabul qildirganimizni ko'rsatib boramiz. Mana bu ichini ko'rsatasiz beka. Mana arilar ancha ko'paygan. Ko'rinmayapti. Ko'p turamiz tashqariga. Mana ona arimiz demak. Mana. Mana shu tegida mana. Karnika ona arimiz yuribdi mana. Qanchalik ko'rindi, yaxshimi? Mana. Xudo xolasa bu arimiz endi bahorgacha yaxshigina chiqib, yaxshi asal yig'adigan kuchli arilardan bo'ladi. Orqamda onam bor-ku deb o'sha sakrab qo'limni chaqishmoqchi. Bu ishlarni qilishni Telegram kanalimizga o'tsangiz, shu yerda o'rgatganmiz. E'tiborli uchun rahmat.